xil kotlet turidan zerikkali uchun ishimizni farsh, piyoz, kartoshka, aralash ziravor, tuxum, mayonez solishdan boshlaymiz. Hammasini yaxshilab aralashtirib, ozgina tog'oraga urib olamiz. Yaxshilab pishitgan kotletlarimizning ichiga sir bo'lechalarini solib, avval shakliga keltirib 30 minut morozilkada ushlaymiz. O'rtacha tog'orachaga 3-4 ta tuxum, 2-3 osh qoshiq un solib, ozgina tuz solib atalab olamiz. Morozilkada ushlangan kotletlarimizni tuxumga bulab, qizib turgan yog'da birrov qovurib, boshqa idishga terib olamiz. Hali qovurmay turasizlar, boshqa idishda turib turadi. Ungacha kartoshka, piyoz, tabga ko'ra bolgarskiy baqlajonni ham qo'shib olishingiz mumkin. Qovurilgan massamizni ustiga kotletlarimizni terib, ozgina suv solib, 20 minutga dimlab qo'yamiz. Qarabsizki, bay, bunaqa mazali kotlet aniq yeb ko'rmagansiz. Like va kommentariy hammalardan kutib qolaman. Yana o'zgacha kotlet usullarini bilsangiz, kommentariyada bo'lishib qoling. Mazasi gap bo'lish mumkin emas. Olinglar.